Ushbu kvartiramiz Samarqand shahrining eng kindigi hisoblanadigan Mirzo Ulug'bek ko'chasida Kia avtosalonining shundoqqina orqasidagi ko'p qavatli domlarning birinchi qavatida sotuvga chiqdi. 56 metr kvadratni tashkil etadigan ushbu 2 xonali kvartiramizni mehmonxonasida turibmiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham yorqin, zamonaviy dizaynda ta'mirdan chiqqan, patologlarimiz ham baland-baland. Menimcha 4 metr chiqadi. Keling, qolgan xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Prixoshkamizga chiqqanimizda, keling, chap tomonimizda oshxonamiz bo'lyapti. Bu yerda bemalol rabochiya zona va stolovaya zona qilish uchun ham joy bor. Bemalol stol qo'yib sharoit qilib olsangiz bo'ladi. Kvartiramiz to'liqligicha teplopol isitish tizimida isitib beriladi. Chiroyli kartinkalar, atachentolarga e'tibor bering. Zamonaviy, yaxshi, chiroyli eshiklar qo'yilgan. Xo'p, eshikdan kirganimizda ro'paramizda mana shunaqa chiroyli, shinamgina kvartiramizning yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli dizayn berilgan va kvartiramizning umumiy sanuzlini ham ko'rib o'tamiz, marhamat. Kvartiramizni narxini akamiz 72 ming AQSh dollari so'rayaptilar va ozgina kelishtirib beraman deyaptilar. Agar sizga yoqqan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling.